Bemorimiz Ziyoxonova Nodira opa 1995-yilda tug'ilganlar. Bizga kelgandagi tashxislari Guillain-Barré sindromi yoki o'tkir poliradikular nevropatiya tashxisi bilan kelganlar. Kasalliklarini boshlanishini aytadigan bo'lsak, bu kishi mart oyida oshqozonni kesish, sliv gastrektomiya, bariatrik amaliyotini o'tkazganlaridan keyin bir oy ichida keskin 30 kilogramgacha ozganlar. 135 kilo bo'lganlar, bir oy ichida 30 kilo vес tashlaganlar. O'sha paytda, o'shandan keyin bu kishida ikkala qo'l oyoqlarida holsizlik, mustaqil yurishga qiyinchilik, yurganda yiqilib tushish holatlari boshlangandan keyin va bu kundan kunga kuchayib ketganligi uchun bizga bir hafta oldin murojaat qilib keldilar. Kelganlarida mustaqil o'tirishga qiyinchilik bor edi. 5-6 kishi og'riqlar oyoqlar juda kuchli edi va oyoqlarida harakatlari deyarli yo'q edi. Mustaqil ko'tara olmasdilar oyoqlarini. Mana davom olajalarini o'sha boshlaganimizdan keyin xudo xolasa hozir oyoqlarini mustaqil ko'tarishni boshlayaptilar. Mana kechadan o'zini oyoqlarida tikka turib sekin-sekin yurishga harakatlarni boshlayaptilar. Doktorlarga bordim, shu nazarchiyan bergandan keyin o'sha bir kunnimi, ikki kun ichida yotib qoldim-da og'riqlar bilan. Keyin biz plan topdik. Xudoga shukr ham uchadilar. Keldik. Endi tuzalishga harakat qilaman. Yaxshi bo'lib ketdim. Juda og'riqlarim bor edi. Hozir o'zim o'tiraman, o'zim bemalol qoshimni tutaman, yeyapman narsalar. Bunaqa narsa holatim yo'q edi umuman. Bu yoqqa keldim, o'sha necha kun bo'ldimi? Ko'z tegmasdan o'sha kun, hafta ham bo'lmadi shekilli. Bugun bir hafta bo'ladi endi. Undan oldin 1-2 kunda o'sha oyoqlarim og'riq qolib, yaxshi bo'lib o'sha o'tirishni boshladim.